Yoshlarim qanday chidaysan dardim bilib. Jiyanizam yoqdi menga. Hali Nodirni shaydo qiladi bizni kelin. Man uylanmoqchi emasman, aka. Nima? Shuncha odam ovora qilib, a? TikTok mama oyi. Nima qilyapman? TikTok. Necha marotaba aytish kerak a senga? Telefonga yaqinlashmagin deb. Ber bu yoqqa. Ha, tinchlikmi? Qayerga ketyapsan kech bo'lganda? Сейчас приду с друзьями, увижусь. Voy, hozir kelish uchun zaryadkani olib oldingmi? Keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Laylo uydami? Ha, uyda, lekin uxlayapti. Tinchlikmi? Voy xudoyim ey. Ishqim qayerda yurgan bo'lsa ham tinch bo'lsin-da. Sog' bo'lsin. Doktor kelib ketgandan keyin o'qishingga borib, kurs rahbaringga xabar bergin, xo'pmi? Xo'p. Baribir ota-onasi qidiradi, xavotir oladi. Menga ortiqcha g'alvani boshlab yurmagin. Nargiz. Suv ich. Oyi, bugun opam bilan gaplashgandim telefondan. Ha. Shu kayfiyatlari yo'qqa o'xshadi. Pochami xarakterlari kundan kunga og'irlashib ketyapti. Shu opamga achinyapman-da. O'zim ham sezuvdim. Hech bir opangni ruhiyatini ochilganini ko'rganim yo'q. Sezdirmaslikka harakat qilyapti. Axir onaman-ku, ona. Hammasini ko'rib bilib turibman. Bilaman, bolalari uchun chidab, sabr qilib yashayapti. Ming marta aytganman. O'sha uyda xo'rlangandan ko'ra bolalar bilan kelib yashasin. Gapirish oson ukam. Ey, bolama. Bir kam dunyo deyishadi. Onani yaratmasin ekanda. Mayli. Ish qilib, sabrli bo'lsak, hammasi Xudo xolasa o'z o'rniga tushib ketadi, qizim. O'zingni sog'lig'ing qanaqa? Boshing aylanmayaptimi? Negadir boshim aylanishdan to'xtamayapti. Bu yomon bolam. Bu yomon. Ilhomjon bolam. Bugun vaqting bo'lsa, opangni birrov doktorga olib borib kelgin. 100 marta aytdim, bormayapti. Xo'p, mayli. Undan nonushtalaringni tezroq qilinglar. Sen ham ich bolam. Choyingni ichgin bolam. Hozir shoshilib qolasan. Sen ham ich. Allo. Oy Guli. Uyg'ondingmi? Menga qara, senda plastik kartam qolib ketibdi-ku. Qanaqa karta? Plastik karta. Kecha magazinga kirib chiqaman deb so'rab turding. Olib ketib qolibsan sumkangga solib. Bu ishxonamniki, bilasan-ku. Sumkani tez qara, menga javobini aytib bor, tez. Voy. Hozir. Алло. Bormi? Ой, ну, допустим, есть, и что? Guli, men hozir borib olib ketaman. Ishxonamning kartasi. Hozir bozorlik qilishim kerak ishxonamga. Ishlatib qo'ymagan.
Я тебе что, просто так должна отдавать твою карту? Nima deganing, Guli, hazillashma. So'rading, berdim, endi qaytar. Ну, мне сегодня еще надо на шопинг сходить. Guli, nima kerak senga? Ой, да косметика мне еще нужна. Xo'p, 500 ming ishlatgin-da. Faqat oshirmagin. Tushlikdan keyin olib ketaman, tushundingmi? Хорошо. Угу. Хорошо. Assalomu alaykum. Assalomu Va alaykum. alaykum assalom. Boshqa? Ha. Nimaga qarayapsan? Ras, dva, ras, ras, dva. Shu yerda. Aliyeva? Kim adi ustoz? Yo'q. Husinova? Sho'ttaman. Jabbarova? Men. Akromova Nargiza? Kim adi ustoz? Yo'q. Parizoda, darsdan keyin o'rtoqlaring bilan telefonlashib, nega darsga kelmaganligini aniqla. Xo'p. Ilhom akani talashib, oxiri sharmanda bo'lishdi. Ikkita dugona. Husinova, tilingga ehtiyot bo'l, ko'p gapiryapsan. Go'zal opa, haqiqatni etek bilan yopib bo'lmaydi. Hozir hamma joyda kamera bor. Bo'ldi, dars boshlandi. Bugungi mavzuyimiz palitra bilan rang bo'yashni o'rganamiz. Yaxshi. Isitmalari hozir tushibdi. Yaxshigina shamollaganlar. Bronxlarda yallig'lanish bor ozgina. O'p ketasa. Uchastkovoy doktorlarga chiqib ertaga tekshiruvdan o'tsalar, analizlar topshirsalar, yaxshi bo'ladi. Suyuqlik ko'p ichib turishlari kerak. Suvda yurishlari kerak emas, oyoqdan zahotish kerak emas umuman. Bo'lmasa o'pkaga o'tib ketishi mumkin. Rahmat. Hozir kasallik ko'p, o'zingiz bilasiz. O'zingiz ehtiyot qilib yuring. Xo'p? O'pkalaringiz toza. Olib ketmaysizmi kasalxonaga? Yo'q. Xavotir olmang. Unaqa jiddiy narsa yo'q. Faqatgina shamollash. Uy sharoitida ham davolansangiz bo'ladi. Vahimaga tushmang unaqa. Hammasi yaxshi bo'ladi. Olib keta qoling. Mazam bo'lmayapti. Pulslari, saturatsiyalari joyida. Isitmalari ham tushyapti. Nargiza, asalim shamollabsan, o'tib ketadi. Nima qilasan bolnitsada? Sizlarni ham ovora qilib qo'ydik. Katta rahmat. Mayli, sog' bo'linglar. O'zingiz ehtiyot qiling. Sizni kuzatib qo'yaman. Mayli unda, sog' bo'ling. Tuzalib keting. Sizlarni ham bezovta qildim. Nega unaqa deysan? Endi tuzalgunicha biznikida qolaverasın. Kasalxonada yotganim yaxshi edi, tinchgina. Boradigan joyim ham yo'q. Uyga ham kirgizishmaydi. Jinnimisan? Hammasi yaxshi bo'ladi. Hali kim videolaringni tarqatganini ham topamiz. Sen siqilmagin. Chunki men aybdor emasligimni isbotlashim kerak. Sharmanda bo'ldim. O'qishga ham umuman bora olmayman. Isbotlay olmayman ham hech narsani. Gap so'zga ham qoldim. Odamlarning ko'ziga qanday qarayman? Dadam ham meni o'ldiradilar. Kasalxonaga ketsam yaxshi bo'lardi. Oying ham noto'g'ri tushunadilar hozir. Oyim unaqa emaslar. Hamma narsani tushunadilar.
Jim yot, hozir senga limon choy damlab kelaman. Ko'proq suyuqli ichishing kerak, xo'p? Bo'ldi, endi unaqa ko'p o'ylavermagin. Hoy, to'xta, Nodirjon. Nega indamasdan Assalomu ketyapsan? alaykum. Uxlab qolman. Meni kutishayotgandi. Ketishim kerak. Mana telefon ham qilishyapti. Ko'rdim. Kim qilayotganini. Qo'ysangiz choyi. Nega qilyapti? Menga qara. Lobar narsalarni korobkaga solib, o'zing olib borib tashlab kel. Oyjon, Nima? Undan keyin zaksga borib ariza tashlab kel. Tushundingmi? menga tegmanglar. Menga qara. Bo'lmasam, hujjatlarni menga ber. Zaksga o'zim ariza tashlab kelaman. Seni ishonchli vakiling bo'lib, shunday qilsa ham bo'ladi. Ha, oyi. Tinchlikmi? Zaksga borsin. Yurmasin bunaqa cho'zilib. Ha, boradi. Biladi, hammasini gaplashib oldik. Hammasini tushunib turibdi. Borib keladi, uka. Ketdi. Ko'rdingmi? Mayli, oyi. Men ham ishga ketdim. Ikkoving ham ketyapsanlarmi? Ha? Alobar narsalarini kim tashlab keladi? Ana, kelinizga ayting. Baribir o'zimizga qolib ketdimi? Dadang ham ertalabdan choyxonaga chiqib ketgandilar. Ha, bo'pti. Yaxshi borib kellaring. Omadingni bersin. Mayli, bir gap bo'lar. Nodir aka, kayfiyatingiz yo'qmi? Telefoningizni boshini aylantirib yubordingiz-ku? Hammasi yaxshi. Yaxshi emas. Biror gap bo'ldimi? Lobar. Bo'ldi. Siz kayfiyatingizni ko'tarishni bildim. Bugun ertalab opam bilan birga Dopplerga borgandik. O'zi Doppler nimaligini bilasizmi? Bu UZI. UZI bolalarni rivojlantirishini ko'rsatadi. Qiring. Mana. Bu bizning kichkintoyimiz. Ko'ryapsizmi? Yuzi, qoshlari. Qo'lini musht qilib turibdi. Ko'ryapsizmi? Ko'rdim. Sen o'zi qachon uyga qaytasan? Uygami? Kecha borgandim. Siz ham telefoningizni ko'tarmadingiz. Hech kim yo'q. Uydagilar biror joyga borganmidi? Qarindoshlarnikida to'y bormidi? Ha, xolamlarnikida yig'in bor edi. Kelganmiding? Ha, kelgandim. Sizga servis qilaman degandim. Keyin uyga qaytib bordim. Unda bugun ishdan keyin kelib olib ketsangiz birga ketardik uyga. Bo'pti, kelishdik. Faqat hozir zarur ishim bor. Bo'pti unda. O'zingiz ehtiyot qiling. Ko'rishamiz. Bo'pti. Xo'p. Ko'rishguncha. Rahmat.
Alo. Ha, oyi, quloq soling. Lobari narsalarga tegmang. Uyiga jo'natib yubormang, iltimos. Xo'pmi, oyi? Oyi. Nigoraxon yig'lamang. Buni shunda qoldirmaymiz. Qizingiz albatta topiladi. Mana ko'rasiz. Suv iching. Militsiyaga ariza beraman. Bolam yo'q. Hech qayerda yo'q. Telefoni ham o'chiq. Topilib qolar, mana ko'rasiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Go'zal, nega meni xabarim yo'q shuncha gaplardan? Mavjuda Valiyevna, o'zim ham kecha eshitdim. Ishdan ketayotganimda qizlardan eshitib qoldim. Keyin darrov Nargizani oilariga qo'ng'iroq qildim. Ogohlantirdim. Bugun sizga aytmoqchi edim. Yig'ing guruhingizni. 15 yildan beri ishlayman, hali bunaqa vaziyatga tushmaganman. O'zi faqat sizni guruhingizda shunaqa muammolar chiqadi. Yig'ing guruhingizni. Xo'p. Chaqiring. Hammasini chaqiring. O'sha Layloni ham chaqiring. Laylo? Uni telefonida hammasi tarqalgan. Xo'p. O'zingizni bosing, Nigoraxon. Bolam yo'q. Hech qayerda yo'q. Mana ko'rasiz, albatta topiladi. Voy. Yaxshimisan? O'tirishini qara uyalmasdan. Qalisan? Dars bo'lmayaptimi? Yo'q, ustoz direktor xonasiga chiqib ketdi. Ha, Laylo, qani dugonang Nargiz? U kasal, mazasi bo'lmayapti. Kasal bo'ladi-da. Dugona ham shunaqa bo'ladimi? Hojatxonada olmabsan-da videoga. Ha, Ilhom akani talashdinglarmi yana? Kamila, menga tuhmat qilmagin. Men qilganim yo'q. Qo'ysen-chi. Sandan boshqa kim qiladi? Keldingmi Laylo? Assalomu alaykum. Bu nima qilganing? Sendan buni kutmagandim. Ustoz, siz ham meni deb o'ylayapsizmi? Nimaga hammanglar menga yopishib oldinglar? Bilmasdan turib tuhmat qilishga uyalmaysizlarmi? Meni tinch qo'yinglar. To'xta. Hozir hammanglar men bilan direktor xonasiga tushasizlar. Jonga tegdi sizlarning muammoinglar. Ishdan bo'shab qutulaman shekilli. Yur. Kiringlar. Kiringlar. Qaysi biri Laylo? Gapir, qaysi biri Laylo? Men Qizimda nima qasding bor edi? Qizimni badnom qilding-ku, uyatsiz. Men qilganim yo'q. Padaringiz ana! O'zingizni bosing, Nigoraxon, o'zingizni bosing. O'zingizni bosing, Nigoraxon. Nima qasding bor edi qizimda? Bo'ldi Laylo. Onangni chaqiraman. Qarab tur, hali tinch qo'ymayman.
Nigoraxon o'zingizni bosing. Keling. Keling o'tiring. Assalomu alaykum Mavlud opa. Va alaykum assalom. 302 guruh qizlari nega yo'q bilmaysizmi? Eshitmadingizmi? Ularda majlis bo'lyapti. Hali beri kelmasa kerak. Doimgidek bir bolani boshlab qo'yishgan bu qizlar. Rostdanmi? Darsim yarmi o'tib ketdi-yu. O'zi ikki para uchun kelgan bo'lsam. Ketavering. Ancha-muncha davom etsa kerak majlis. Hali milisavozlik bo'ladi. Qizlarni eplab bo'lmayapti. Uylanayotganda ehtiyot bo'linglar-da. Yaxshi qiz topish juda muammo bo'lib qoldi. Nima bo'pti o'zi, tinchlikmi? Guruhingizda bitta qiz bor edi, Nargiza, taniysiz. O'shani behayo rasmlari internetga chiqib ketibdi. Uydan qochib ketibdimi? Men ham hali yaxshi bilmayman. Onasi kelib, to'polon qilib, hozir hammani oyoqqa turg'izdi. Nigoraxon, siz xavotir olmang. Buni hammasini hal qilamiz. Men o'zim hal qilaman. Xavotir olmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Shunchalik bo'ldi o'zi bu yerda. Iltimos, militsiyaga xabar bermang. Biz hal qilamiz. Fazilat. Fazilat. Bo'p qoldingizmi? Oyjon, qo'rqitib yubordingiz-a? Fazilatni ko'rmadingizmi? Hech bo'lmasa bularni pastga olib tushib yuborishsin. Hozir Davronga aytaman, qarashadi. Keladi hozir. Menga qarang. Siz ham og'ir ko'tarmang, xo'pmi? Xo'p bo'ladi, oyijon. Men baribir shuni tagiga yetaman. Bilamiz kim qilganini buni. Ha, Laylo, gapir. Men Nargizaga hech narsa qilmaganman. U meni eng yaqin o'rtog'im. Bunaqa narsa qo'limdan ham kelmaydi. Laylo, sen hech Nargiza bilan birga yurmasding-ku. Qachondan beri o'rtoq bo'lib qolding? O'zi oxirgi paytlar birga yuruvdik. Altsga ham birga bordik, kutubxonaga ham. U meni yaqin o'rtog'im. Bunaqa narsa qilmayman men. Go'zal, qani menga bering o'sha videolarni. Mavjuda Valiyevna, menda u video yo'q. Kamila, sendamidi o'sha video? Mubina, sendami? Menda. Men u videolarni gruppada, internetda ko'rganman. Aytgan Mubi? Ha, gruppada ko'rdik. Qani? Ber, ko'rsat. Go'zal, chaqiring uchastkoviyni. Buni tagiga yetishimiz kerak. Bu ishni begona odam qilmaydi. To'g'ri. Avtor o'zimizning ichimizda. Keyin bilishimiz kerak. Hali u qiz tirikmi, yo'qmi? Nargiz kechqurun meni uyimga keluvdi. Nima? Ahvoli yaxshi edi. Uyga kir desam kirgani yo'q. Mavjuda Valiyevna, tushunarli. Hozir bunga, bu masalaga 1 daqiqani o'zida oydinlik kiritamiz. Qani, hamma telefonni stol ustiga qo'ysin, tez. Qo'y. Sen ikkalovidan ham qo'y. Tez bo'la qolinglar.
Kamilla Mubina. Yaxshi. Bo'la qolinglar. Endi tashqariga. Chiqinglar. Mavjuda Valiyevna. Oching. Hozir bitta har birini rasmlarini, Tekshiramiz. videolarini, o'chirilgan korzinkalarini qidiramiz. Videoni o'chirolmading? Yo'q de. Bularning hammasi menga Bor, ol telefoningni. Men qilganim yo'q bularni. Mavjuda Valiyevna, dadamga telefon qilib oling. Mani telefonimdan telefon qil. Nomerlarini bilmayman-da. Iye, o'zing nade nomerini bilmaysanmi? Yop eshikni. Yop eshikni. Keyin telefon qilasan. Aytmoqman-ku, men ishonishmayapti. Nargiz o'zi yaxshi qiz. Kim? Go'zal opa mumkinmi sizni? Tinchlikmi Mubina? Gapim bor edi. Ha Mubina? Tinchlikmi? Go'zal opa, o'zingizga gapim bor edi. Qanaqa gap? Gapir. Bu yerda ayta olmayman. Kir. Keling bolam. Qizingizni narsalarini olib keluvdim. Voy. Qaysi qizimni narsasi? Biz hazillashmoqchi edik. Endi hazil deysanmi? Hazil. Bo'ldi, boshqa eshitolmayman bularni. Yana qo'qonda qolib ketmang. O'tdagi qizlar shirin so'z bo'lishadi deyshadi. Kumushni uchratib lobarni unutib qo'ymang yana. Mabodo opang kelib qolsa, yo'lakda mana bu narsalarni ko'rib xafa bo'ladimi deyman-da. Qizlar, bu masalani ota-onalarni chaqirmasdan hal qila olmaymiz. Ko'rdinglarmi qilgan ishinglar nima oqibatlarga olib kelganini? Qaraman bilan chiroyligini olamizmi? Nima qilasan? Yur. Nima bo'pti? Olaylik. Yura qol. Umidlarim faqat sendandir.